Assalomu alaykum, hurmatli havosliklar hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 49-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq hududlardagi ishsizlik va kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan og'ir toifadagi mahallalarni rivojlantirish va aholi tomorqalari hamda ijaraga berilgan yer maydonlaridan samarali foydalanish, shu jumladan sug'orish tizimlarini yaxshilash, tadbirkorlik uchun qulay infratuzilmani yaratish, jumladan elektr va muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash, mahallalarni tuman markaziga hamda boshqa tutash tuman shaharlarga bog'lovchi yo'llarni yaxshilash bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Xususan, Xovos tumanida Og'ir tuman dasturi doirasidagi tadbirkorlikka zarur infratuzilma bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun tumanga jami 60 milliard so'm mablag'lar respublika byudjeti va mahalliy byudjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan ajratilish belgilab olindi. Xovos tumanidagi kambag'allik va ishsizlik darajasi tuman ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lgan, sharoiti og'ir, Afrosiyob, Binokor, Bo'ston, Qahramon, Mustaqillikning 25 yilligi, Paxtakor va Husnobod mahallalarini tanlab olindi. Mazkur mahallalarda yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun har bir mahallaga 3 milliard so'mdan jami 21 milliard so'm mablag'lar respublika byudjeti va mahalliy byudjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan ajratilishi belgilab olindi. Ushbu mablag'lar hisobidan yuqorida nomi keltirib o'tilgan mahallalarda tadbirkorlik muhitini yaratish va yangi ish o'rinlari barpo etish maqsadida ichki yo'llar infratuzilmani yaratish uchun 19,7 km beton asfalt qoplamasi yotqizish, 390 dona ko'cha chiroqlari o'rnatish, 107 dona beton ustunlarni o'rnatish, 5,8 km elektr energiya tarmog'i tortish, 5 dona transformator o'rnatish, 13,9 km lotok tarmog'i tortish, 3 dona tik quduq o'rnatish ishlarini amalga oshirish belgilab olindi. Bundan tashqari, tumanning markaziy ko'chasida 24/7 tuni kun ishlaydigan ko'chani zamonaviy qiyofaga keltirib, yangitdan 20 ga yaqin tadbirkorlik subyektlari paydo bo'lishi va aholiga qulay imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilish belgilab olindi. Natijada mavjud muammolarni bartaraf etish orqali 28 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, 100 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. 42 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilinadi. 100 nafar aholi daromadi oshiriladi. Byudjetga yillik qo'shimcha tushum 3 milliard so'mga yetkaziladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ajratib berilayotgan mablag'lar yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning amaliy ifodasidir desam mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur e'tibor va g'amxo'rlik avvalo aholi turmush darajasini yanada yuksaltirish, hududlarni jadal rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish hamda barqaror ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa ushbu mahallalarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlab, ularning taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab beradi. Ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirishga turtki beradi. Yaratilayotgan ushbu imkoniyat va sharoitlar uchun barcha xovosliklar nomidan davlatimiz rahbariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.